Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun o'zimning ishimga patmagan qayg'umni va ta'ziyarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Qimmatli do'stimiz Farhod Muhammadi aramizdan ayrıldı. Bu xabar jiq do'stlarimizga haqiqatan ig'ir keldi. Mening Farhod dostumuz bilan beraber bu davani billa sabdash bo'lib, do'st bo'lib billa nim qilib tug'ili hisoblab baxsam 31-32 yil bo'ldi. Men 92 yilning 5-yilda İstanbul keldim birinchi ayda. Farhod 1992 yılın 5'de geldim. Farhod 1993 yılda İstanbul'a geldi. Bana şu 1993 yıldan şu vefat boğaça aramızdaki dostluk, kırındaşlık, sebdaşlık âli-canap şekilde. Şundak kırındaşlık istiyoruz içinde, dava boğan sadakat içinde. Şundak bop kelgen. Farhod vafadar dostumuzdu. Bu dava üçün yaşayan bir dostumuzdu. Hakikaten bu haberini anlap içim pek açık oldu, pek kaygıladım. Ben Farhodni bundan keyin jiq dostlarımız qilgan ish izlarini anlatıdım ben bir yerde. Ularni sizlar bilan nima qilib o'ltirmayman. Fakat bir xotiramni sizlar bilan o'rtoqlashaman. U bo'lsa 1991 yillari naytda mening Urumchida vaqtim dunyo vaziyati o'zgargan, Sovetlar parchalangan yoki parchalanish oldida tug'an, Sharqiy blok deb qaralgan Yevropadagi kommunistik davlatlar demokratiyaga o'tish oldida tug'an, Berlin temi yiqilish oldida tug'an shu mezgillar. 91 yil deganimiz shu dunyo vaziyatida bir o'tkinchi davrga qadam qo'ygan bir mezgil. Xitoyda ig'ir davulg'ishlar bo'lgan bir mezgil. Bo'libmi Sovetlar yiqilish oldida tug'andan keyin yoki vayron bo'lishining shapilari cho'nqir kelib, ba'zi davlatlar mustaqillik bo'lishga boshlagandan keyin Xitoy yamoncha aloqasida bo'lgan. Şuna bilan Uyg'urlarni bostirish, Uyg'ur yoshlarini bostirish, Uyg'ur vatanparvarlarini bostirishning planlari nim qilishga o'tirg'i chiqishga boshlagan. Ya'ni biz Uyg'urlarni endi tushun tutmasak, avtonomiya deganlar bilan ertaga Uyg'urlarmish O'rta Osiyodagi davlatlarga o'xshash mustaqil bo'ladigan qo'rquv Xitoyni obdalla qoplagan mezgil. Shu mezgilda oktyabr oyida burun tashviqot bo'limida ishlagan Abdukerim Abbosovning inisi Abdusalam Abbosov. Ularni o'lib ketdi, ismini deyishimda hech qanday nima yo'q. Bir xabar yo'lladi menga. Pat yaqinda bostirish oldu, ayrılinglar vatandan deb. Bu xabarni olgandan keyin men hozir Amerikadagi Nur Muhammad Musibay, Kanadadagi To'sin Nurdon, shu vaqtdagi yaqin do'stlarimiz, shularga maslahat soldim. Shunday bir xabar oldim men, herhalde chiqib ketmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Degandan keyin marhum Abdukim Baqi nayta tonilgan vatanda inqilobchimiz shuning maslahatini olaylik degan fikr kelib uyga bordik Urumchida. Mushtaq bir xabar oldim, shu chiqib ketaylikmi, vatanda qolaylikmi deb shuni bir maslahat qilib keldik deganda marhum Abdukim Baqi akamiz imkon bor chiqib ketinglar degandi. Shuni bilan Nur Muhammad Musibayev ayrıldı vatandan 91 yılın ahirida. Men pasport alamadım. Nayt qilmagan aqishliklarim qolmadi, alamadım. En ahiri şu Dönkörek'te meşhur bir ticaretçimiz vardı. Şunun avvalini dedim, men chiqib ketishim kerak, lekin pasport alamadım, bir amal qilib olamadim. Şuna bilan 5 kundan keyin menga xabar berdi. Bir do'stimiz fidokorlik qilib sana pasportini bermoqchi. Sen şu pasportni qanday qilsang qil, chiqib ket, ama hech kimga demadi. Mening hozir o'sha chet elda turayotgan bo'lsam, men shuni qimmatli do'stimiz Farhodga qarzdor his qilaman o'zimni. Chunki Farhod o'z nomidan bir pasport ishlatib, shuni shu o'tiridagi
vaqtida men bu Paratni tanımayman, Parat meni tanımaydı. Şu o'ttirdagi mashhur tijoratchi Nimzor qilib manga yetkizdi. Şu pasportning vaqtlarda manglar bilasizlar, pasport elektronlashmagan, kompyuterlashmagan, qo'lda yozdigan, pasportning ustiga rasm chaplab, tamg'a bislik qilgan mezgillar. Şu pasportning rasmini men almashtirib, chet elga shuna qochib chiqqan. Hozir mening tug'ilgan kunim Parat do'stimizning tug'ilgan kuni shunlashgan. Parat dostumuz meni tanımay turib, mening andamanda paranglarni anglab degan shu Urumchida o'quvchilar harakati u bu degandek mening chet elga qochib chiqib hayotimni qutqizishimga sabab bo'lgan qarindoshimiz shu Parat Muhammadiy. Men bu sirni 91-yilda boshlab hech kimga demedim. Paratning o'zi bildi. Özümüz nima qilamiz, shunlashqa bir-birimizni jon do'stimiz deb xitob qilamiz. Uzun qolmay Paratni chiqqan bo'ldi. 1993-yili Parat chiqqandan keyin buni men İstanbuldan ko'p rahmatimni dedim o'ziga. Chiq fidokorlik qildim. Beshimga ig'ir balo kelishi mumkin-di. Navoda men tutilib qolgan bo'lsam chegarada. Çünkü o'zgartirilgan pasport, yasalgan pasport. Bala Paratning bir keladi. Parat shuni ko'zga turib, sening qochib chiqib ketishing muhim ekan. Shunlashqa bala akasimi men muxbir bo'lgandan keyin uni qilib, buni qilib bir o'tkazib o'taman, lekin sening chiqib ketishing muhim deb, o'zining hayotini xavfga qo'yib turib, meni tanımagan ahvolda mening chet elga qochib chiqib ketishimga shu Parat Muhammadiy do'stimiz sababchi. Buni Parat hayot vaqtida o'zimiz deyishdik, ammo sirtlarga demedim men buni. Shunlashqa Parat Muhammadiyning bu fidokorligini vatanda turib shunday ig'ir sharoitda mening sirtga chiqib ketishim uchun qilgan fidokorligini men hargiz unutmayman. İkinciden Türkiye'de Parat çıkkandan keyin hammalar bilasizlar 92-yili 12-ayning 12 kuni Sharqiy Turkiston Milliy qurultayi ochildi. Onun da hurmatli Ahmet Egamberdi kan qurultayning raisi bo'lib saylandi. Men Timin Hazratim ijro komitetining raisi bo'lib saylandi va nurg'un odamlar kirdi. O kirganlar qatorida Shveysariyada hozir Enver Rahman Mubatti Pakistan konsuldan qochib chiqqan 3 Uyg'urning qatoridagi 1989-yilda qochib chiqdi bular. Shu 3 Uyg'ur Shveysariyaga o'rlashtirgan, bularning 5i shu Enver Rahmandi. Bu qurultay qurilib, ba'zi narsalar bo'lgandan keyin ishki jihatdan ba'zi toza chiqishmasliklar bilan qurultayning shu toza biz kutgandek mangmaydigan bir holda yoki shunday bir ta'sirotga ega bo'ldik. Shuni bilan yoshlar tashkillangan bo'ldik. Enver Rahman Shveysariyadan 3-4 qatim keldi. Buni hozir shu Parat Muhammadiy biz bilan birga shu mezgilda Jelil Turan biz bilan birga Anadikin Askar Batti u vafot bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Mehmet Kashgarli shu vaqtida Zaytun nurunda. Mushlar birlashib yoshlar nimasi qurgan bo'ldik. Shu Parat ve ikimiz muavin reis bo'lib saylangan bo'ldik. Yoshlar tashkilotining Enver Rahman reis bo'lgan bo'ldi. Enver Rahman ayni vaqtda bu birinchi qatim qurilgan Sharqiy Turkiston Milliy qurultayida men Timin Hazratning yordamchisi, ya'ni ijro komitetining muavin reisi edi. Shuna bilan biz yoshlar tashkillanib qanday qilmizda vatan bilan bevosita ulanish paydo qilaylik, bir uchur aloqa qilaylik deb Sharqiy Turkiston yoshlari gazetini chiqardik. Buningda Paratning kuchi favqulodda muxbirlik nimasidan kasbidan kelgan bo'lg'achqa nihoyatda ko'p kuch chiqadi Parat. Biz shu chaqmoq setib, uni qilib, buni qilib, ko'chalar bir narsalarni setib Istanbulda shu topgan pulimizga shu gazetni chiqargan bo'ldik. Bu gazetni yuqori sapada chiqdi. Vatandagi butun ichkari o'lkalardagi atalmış Şinjan Banşçu deb atalgan iş beceriş o'rinlari, oliy maktablarning hammasiga Uyg'ur o'quvchilar bor deb haqsiz pochtadan yollandı bu gazet. Anadagi eng muhimi barin şehitlarining ism ve resimleri şu gazetda e'lon qilindi. Bizning Sharqiy Turkistonning yaqin zaman tariximizdagi eng muhim tarixiy hujjat.
Şu gazetda e'lon qilingan bo'yicha hozirgacha pat materiallarda uchrab qoladi sizlar ko'rsanglar. Shunda qiyin sharoitda ba'zi yozmalarni qo'lda yozdik. Parat kecha kunduz ishlab, shuni bir taxtayga mashinkada uramiz nimani? Xat besish mashinasida ko'ni yoziqni. Uni kesib elib bir taxtayga chaplaymiz. Shu gazetning nimasini qilib, anadan uni matbaaga beramiz. Mush ishlarda Farhodning chiqargan kuchi favqulodda cho'ng rol o'ynagan. Anadan keyin 94-yilgacha bu faoliyatlar shunda davom qildi. U gazetlar chiqdi. Yoshlarda belgilik bir uyg'onishlar bo'ldi. İstanbulda ish qila oladigan bolalar bir yer kelishga boshladi. Anadan keyin Dolqin Iso qarindishimiz keldi İstanbulga. Bir mezgildan keyin Germaniyaga ketdi. Farhodmi Germaniyaga ketdi. Men Kanadaga 98-yilda inib keldim. Shuna bilan bir turkum yoshlarımızdan Yevropaga chiqishi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi barliq kelgan bo'ldi. Mana hozirgacha bu da'vo davom qilib kelyapti. Bularni eslashimning sababi shu. Yani Farhod Muhammadi axborotchilik, uchur to'plash va tashkilotchilik jihatda Sharqiy Turkiston davosiga bir astoydillik, inchkilik, bir sistemini eklagan kishi. Yani nurg'un tashkilotlar bor. Bu tashkilotlarning qarasanglar, ba'zilari hayotda, ba'zilari yerimjon yoki ismi bor, jismi yo'q. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyining shunday sistemik bir tashkilot bo'lishida tashkilotlar o'rtasidagi munosabat, qaysi tashkilotda nima bo'layotdi, O'rta Osiyoda nima bo'layotdi, Yaponiyada, Kanadada hammasi shu Farhod Muhammadi qarindishimizdir. Anadan keyin qurultayning tashviqot ishlari, qurultayning televiziyasi va burun chiqarilgan har xil xabarnomalar hammasi Farhod Muhammadining imzosi bilan mangdi. Shu fidokorlik bilan mush nuqtalar keldi. Shunlashqa Farhod Muhammadi degan ismni tarix unutmaydi, lekin xalqimiz unutmaslik kerak. Haqiqatan da'vo tariximizda necha vaqtdan beri salomlashib, atrofimizda kulib, chaqchaqlashib yursa, mundaqlar o'ylab qolgan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Farhodning bu da'voga qo'shgan tuhfasi orqa safda turib, favqulodda cho'ng. Hayotini shu da'voga atagan qarindoshimiz. Shu xabarni ilib, men eslim kelmadim. Shundaq ichim ko'tarib ketdi rost gapni desam, shunlashqa qarindoshlar bilan shu his tuyg'ularimni o'rtoqlashay deb nima qilyapman. Bir ishga o'rinlashtirib qo'ygan ish bo'lg'achqa, men jinoyatiga men qasam yetishamayman. Ammo har bo'pti, eng qisqa vaqtda qarindoshimiz yotgan shu tuproqqa berib, men tuproqlashida vidolashman. Ailesiga sabr tilayman. Do'stlariga sabr tilayman. Haqiqatan ichimdan o'zimning bir tuqqanimni yo'qotganimni qayg'uryapman. Qarindoshlarga deydiganim, da'vo sifatidagi qadrlanglar. Bular haqiqatan vatan xalqi uchun özünün barlığını kurban qilgan insonlar. U yer bu yer insonlar, azon insonlar bir nimalarni deydi, qaqshaydi, haqoratlaydi. Ammo bu insonlar da'vo uchun o'zini qurban qilgan. Sharqiy Turkiston da'vosi Farhoddek insonlarning mo'risiga dastlab o'rnatilgan da'vo. Shehidlarimizning, fidokorlarimizning, qahramon sabdoshlarimizning mo'risiga dastlab o'rnatilgan da'vo. Mundaqli bo'lib qolgan da'vo emas. Şunlaşqa etrafınlardaki dava sabdışanlarını hürmetlenler, şulara ege çıkanlar, şulara her vakit yardımda, yar yölekte olanlar. Bana Farhod ketip kaldı, dua kılımız. Ama yani bir Farhodning kelişi yaman tez. Asan emas, undaq berikim, undaq tecrübe, undaq fidakarlık, özünü begişliğan, bütün vücudu bilen, doktorxandan, yataqdan kopap, şu meclisler kelgan, faaliyet kelgan, mundaq bir Farhodlar asa yetişmeydi.
Hakikaten Allah makanını cennet kılsın. Söygen qarindoshlarning hammasinin ko'nglini tushunaman. Germaniyada qarindoshlar, fidokor do'stlarimiz bor, Paratning yaqin sabdoshlari bor. Loyiqada oxiratligini, jinosini uzutadi. Uning gamimiz, ishonimiz. Ammo butun dunyoda qarindoshlar qo'linglardan nima kelsa, Qur'on o'qiy olsanglar, ro'yga tab Qur'on o'qinglar. O'qiyolmasanlar, bir oyat bilsanglar, Parat do'stimizning ro'yga atab bir oyat o'qinglar. Ish harakat namoz qilib, bir ro'yga atab duo qilinglar. Bizning qo'limizdan keldigani shu. Millat bo'lish degan shunday ish. O'rtaq qayg'uga hammamiz qayg'ura olsak, o'zimizning sevimlik insonlarimizga ega chiqa olsak, shular bilan bir safda tura olsak, shularning qayg'usini jiliklerimizde, yüreklerimizde his qila olsak, xushalligimizga o'rtaq bo'la olsak, millat dal shuni millat deymiz. Bo'lmasa bir tilda so'zlashlam yetmaydi. O'xshash bir jo'grafiyada cho'ng bo'lishlar millat bo'lishga yetmaydi. Millat degan ruh degan gap, ma'naviyat degan gap, ruhiy va milliy birlik degan gap. Shunlashqa har bir onlardan Paratning bir qarindoshi bo'lish bitim bilan duo so'rayman Parat uchun. Qulonlardan nima kelsa deganimdek. Bir oyat bilsanglar, bir oyat o'qib, Janob Allohga shu Parat uchun eng yaxshi tilak va duolaringlar bilan Janob Allohga yolvorishinglarni so'rayman. Ish harakat namoz yoki Qur'on o'qiy olsanglar, mana bu gap dal vaqtimi shu. Söygen do'stlarimizga Paratni hammasiga bularni yig'ir kunni yashayotidi. Ularga sabr tilayman. Oilasiga bo'libmi, bolalariga Janob Allohdan sabr tilayman yig'ir kunlar. Pat yaqinda inshaalloh shu tuproqlarda Parat qarindishimizning qabrasida ko'rishgacha hammalar xo'sh, Allohga emanet.